هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 41. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 41. ayetden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Peygamber, dillerida işenmey, ağızlarida iman ettik dep koyduğanlar, yani münafıklardan ve Yahudilerden küfrüge fırsat tapsalar küfrünü izhar kılışka aldıraydıgan kişiler seni gamkin kılmışsın. Bular ahbarları tokuğan yalğanğa kulak saladı. Sana kelmegen, yani öçlük kılıp senin söhbetinge hazır bolmagan başka bir kavimge, yani Hayber Yahudilerinin sözüge kulak saladı. Ular Tevrat'ın sözlerini caylardan özgertiydi. Yani Allah'ın ahkamlarını başkalarına almıştırıyordu. Ular eğer sizlerge bu hüküm verilse onu kabul kılınla, eğer o verilmese kabul kılmanla deydi. Allah bir kimnin gumrahlıkını irade kılıdıken, onun için Allah'a karşı kolundan hiç iş gelmeydi. Yani hiç adam onundan gumrahlıkını deb'i kılışka kadir bulanmaydı. Dillerini kılmışı kabih bolganlıktan, küfrden pak kılışını Allah halımıgan kişiler eni şulardır. Ular dünyada resvalıkka, ahirette çoğun azapkı kalıdı. Ular yalğanığı kulak salgıçılardır. Para ve cezanığı okşaş haramını yigiçilerdir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ular senin aldığına davalışıp gelse, ularının arasında hüküm kılıp koysan ya ki onu red kılsan buludu. Yani ularının arasında hüküm çıkarış ya ki ulardan yüz örüş senin ihtiyarın. Eğer ularını red kılsan, ular sana kılıç ziyan etkilmeydi. Çünkü Allah'ını kişilerinin şerrinden saklaydı. Allah seni kişilerinin şerrinden saklaydı. Eğer ularının arasında hüküm kılsan, adıllık bilen hüküm kılgın. Allah hakikaten adillığını dost tutudu. Ularının yenide Allah'ın hükmünü öz içine algan Tevrat tursa, yani Tevrat'taki hükümlerini körüp durup emel kılmay vatsa, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, qandaqça seni hüküm çıkarışqa teklif kılıdı. Ondan keyin, yani hakikat aşkar bolgandan keyin senin hükmünden yüz örüydü. En şula Tevrat'ı mı, sana mı işenmegüçilerdir. Biz hakikaten Musa'ga Tevrat'ını nazil kıldık. Tevrat'ta doğru yolga işenmegüçiler. Tevrat'ta doğru yolga yetekleydiğin hidayet ve nur var. Allah'ın hükmüge boysungan peygamberler Yahudiler arasında Tevrat bilen hüküm kılıdı. Yahudilerin zahitleri ve ölümalarımı özgertişten saklaşkı buyurulgan kitapla, yani Tevrat boyunca hüküm kılıdı. Ular Tevrat'ını özgertişten saklaşka nazaretçi idi. Ey Yahudilerin ölümaları! Kişilerden korkmanla,
menden qo'rqinglar. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Ya'ni pul, mol, mansab va para uchun oyatlarimning hukmini o'zgartib etmanglar. Kimlarki Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Yahudi va Hristiyanlarning qilmishlariga ko'nglini yerim qilmaslikka buyurilganligi to'g'risida. Ey payg'ambar, dillarida ishonmay, ig'izlarida iymon etdik deb qo'ydiganlar, ya'ni munofiqlardan va yahudiylardan kufrga fursat topsalar kufrni izhor qilishga oldiraydigan kishilar seni g'amkin qilmasin. Ya'ni ey payg'ambar, Alloh va uning payg'ambarining buyrug'idan chiqib, o'zlarining havoyi havaslarini Allohning hukmlaridan afzal ko'rib, tili bilan iymon izhor qilgani bilan qalblarida u iymondan asarmu bo'lmagan kufrlikqa oldiraydigan munofiq va yahudiylardek islom va musulmonlarning dushmanlari haqida ko'nglingni yerim qilma. Ularning hammasi yolg'on so'zlarga quloq solg'uchilar ve yolg'on so'zlardan ta'sirlanguchilardir. Ular senin bu sorununga kelmagan başka kişilerinin sözlerini anlaydı. Bazılar bu ayetning ma'nosi ular sözünü anlap senin sorununga kelmagan düşmanlaringa sözlerini yetkizidi deganlik bo'ladi deydi. Yahudilarning hükümlerini burmalayotganligi ve yomon ish qilgan ikki Yahudi arasida vaqalikda ularning chalma-kesak qilmaslikqa uringanligi to'g'risida. Ular Tevratning so'zlarini joylaridan o'zgartirib etdi. Ya'ni Allohning ahkomlarini boshqalarga almashtirib etdi. Ya'ni o'zlari bilib turib Allah Teala'nın hükümlerini almashtirib etdi ve o hükümlerini başka ma'nolarga burmalaydi. Ular agar sizlarga bu hüküm berilse onu qabul qilinglar. Agar o berilmasa qabul qilmanglar deydi. Bu ayet bo'lsa bir kishini o'ltirib etib, kelinglar Muhammadni hüküm qildirayli. Navoda u diyet beradigan qilib hüküm chiqarib qolsa onu qabul qilayli. Qisas oladigan qilib hukm qilib qolsa uning gapini anglamayli degan Yahudilar haqida tushgan degan ko'z qarashlarmi bor. To'g'risi bu oyat fahisha qilgan ikki Yahudi haqida tushgan. Yahudilar qo'llaridagi Alloh Taolaning kitobida ko'rsatilgan to'y qilib bo'lganlar fahisha qilsa chalma-kesak qilish hukmini özlerice o'zgartib, yüz darra urib, yüziga qora surkab, eshakka ta'tir mindirishga putishib olgan edi. Payg'ambar alayhisalom hijrat qilib kelgandan keyin ashu vaqa yuz berganda Yahudilar o'zaro mundaq deyishgan. Kelinglar, biz Muhammadni hukm qildirayli. Agar u darra urishga va yuziga qora surkashga hukm qilsa, ma'qul deyli. Ve onu Allah Teala'nın aldığı ispat kılaylı. Çünkü bu işqa Allah'ın peygamberlerden bir peygamber aranlarda şundak hüküm kılgan buludu. Navada o çalma-kesak kılışqa hüküm kılıp kalsa unumaylı. Bu vakalik tövendeki hadislerde bayan kılınıp geldi. İmam Malik Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumanın mundak degenlikini rivayet kılıdı. Yahudiler Peygamber aleyhisselamның aldığı kelip ulardan özleri içinden bir er bilen bir ayolning fahisha qilganligini aytdi. Buni anglab Peygamber aleyhisselam ulardan chalma-kesak qilish gunohiga Tevrat qandaq hukm bor deb so'radi. Ularni rasvo qilib darra urimiz deb javob berdi. Abdullah ibn Salam: "Yolg'on aytdinglar. Tevrat'ta çalma-kesak hükümü var. Tevrat'ını elip kelinglar dedi.
Shuning bilan ular Tavratni elib kelib ochdi. Ulardan biri qo'lini chalma kesak qilish oyatining ustiga qo'yib olib, ondan o oyatning oldi keyinlik oyatlarni o'qidi. Abdullah ibn Salam uningga qo'lingni ko'tar dedi. U qo'lini ko'targanda dal shu joydan chalma kesak qilish to'g'risidagi oyat ko'rindi. Shuning bilan ular: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Abdullah rost aytdi, Tavratda chalma kesak qilish oyati bor" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom u ikki yahudiyni chalma kesak qilishga buyurdi. Men u er kishining ayolga ichi og'rib, uni toshdan to'sib turib olganligini ko'rdim. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bo'lib, İmam Buxoriyning yana bir rivoyatida payg'ambar alayhisalom yahudiylardan u ikkalarni qandoq qilsizlar deb so'radi. Yahudiylar yuzlariga qozonning qorisini surkab rasvo qilamiz dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglarchu" dedi. Ular o'z ichidagi o'zlariga qo'shiladigan bir ko'z ko'r kishiga ular o'z ichidagi o'zlariga qo'shiladigan bir ko'zi ko'r kishiga o'qi deyishdi. U Tavratni o'qib bir joyga kelganda qo'lini shu joyga qo'yib oldi. Buni ko'rib payg'ambar alayhisalom unga qo'lingni ko'tar dedi. U qo'lini ko'tarib edi. O joydan dal chalma kesak qilish oyati ko'rindi. O Yahudi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Tavratda chalma kesak qilish oyati bor, lekin biz uni o'z ichimizda yo'shiramiz" dedi. Shunda qilib payg'ambar alayhisalom u ikkalarni chalma kesak qilishga buyurdi. Jazo ijro qilindi. İmam Muslimning rivoyatida payg'ambar alayhisalomga fahish qilgan ikki yahudi keltirilgan edi. Payg'ambar alayhisalom yahudiylardan fahish qilganlarga Tavratda qandoq jazo berildi dedi. Yahudiylar yuzlarini qora qilib, uloqqa ta'tir bir-biriga orqani qildirib, mindirib sazo qilamiz dedi. Payg'ambar alayhisalom ularga: "Agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib boqmamsizlar" dedi. Ular o'qib chalma kesak oyati bor yerga kelganda Tavratni o'qiyotgan yosh bola qo'lini chalma kesak qilish oyatining ustiga qo'yib, uning oldi keyinlik oyatlarni o'qidi. Abdullah ibn Salam buni ko'rib payg'ambar alayhisalomga uni qo'lini ko'tarishga buyurgan dedi. U bola qo'lini ko'tarib edi, dal shu yerdan chalma kesak qilish oyati ko'rindi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom u ikkalarni chalma kesak qilishga buyurdi. Abdullah ibn Umar mundaq deydi: "Men ularni chalma kesak qilganlarning ichida bor edim. U erning heliqi ayolni dalda qilib qo'g'diganligini ko'rdim." İmam Abu Davud Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yahudilardan bir qanchaylar kelib payg'ambar alayhisalomni Quf degan joyga taklif qildi. Payg'ambar alayhisalom Midras degan birining uyiga berib, ular bilan ko'rishdi. Yahudiylar: "Ey Abul Qosim, bizdan bir kishi bir ayol bilan fahisha qildi. Ularga hukm qilgan" dedi. Yahudiylar yostiq qo'yib beribdi. Payg'ambar alayhisalom uning yo'linib o'ltirib, "Tavratni elib kelinglar" dedi. Tavrat keltirildi. Payg'ambar alayhisalom darhol yostiqni elib Tavratni yostiqning ustiga qo'ydi-da, "Men sana va seni nozil qilgan zotga iymon keltirdim" dedi. Ondan Yahudiylarga: "Sizlarning ichinglardagi eng olim kishini chaqiringlar" dedi. Yosh bir yigit chaqirildi. Abdullah ibn Umar bu voqeaning davomini İmam Malikning yuqoridagi rivoyatiga o'xshash bayon qildi. Mana bu hadislar payg'ambar alayhisalomning Tavrat hukmiga muvofiq hukm qilganligiga dalolat qiladi. Bunda qilganligi hargizmi Yahudiylar to'g'ri deb e'tiqod qilgan shariat orqali hukm qilib, ularni izzatlaganlik emas. Chunki ular
aslida Muhammad alayhissalomning shariatiga ergishishga buyurilgan. Lekin bu ishni Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning shundoq qilishini xos vahiy bilan buyurgandir. Ularning chalma kesak qilish hukmiga garchi o'zlari amal qilmasa-mu, uning to'g'riligini e'tirof qilganligi bilan ularning izib ketganligi, jahillik va qo'llaridagi kitobning to'g'riligini bilib turibmi amal qilmay kelganligi oshkorlandi. Ularning payg'ambar alayhissalomni hukm qildirishga taklif qilgan masalasiga kelsak, bu ularning payg'ambar alayhissalomni haqiqiy to'g'ri hukm qiladi deb qaraganligidan bo'lmasdan, balki ko'ngillarida payg'ambar alayhissalom bizning xohishimizga muvofiq hukm qilarmikin degan tamadi bo'lganligidandir. Shunga ular mundaq deyishgan: agar dar urush va qora surkash bilan hukm qilinib qolsak, ma'qul deyli. Undaq bo'lmasa ma'qul deyishdan va ergishishdan hazar aylayli. Alloh taolo mundaq sifatlik odamlarning qalbini qandoq mupoklasin, uni qandoq kechirsin? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar ular sening oldinga davolashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Ya'ni ularning orasida hukm chiqarish yoki ulardan yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular sana qilch ziyon yetkazolmaydi. Ya'ni ular seni hukm qildirish uchun kelsa, ularning o'rtasida sen hukm qilmasangmi, hech qisi yo'q. Chunki ularning sana hukm qildirishdagi maqsadi haqiqatga ergishish uchun emas, balki o'zlarining havo havasiga munosib keladigan hukmga erishish uchundir. İbn Abbas, Mujahid, Ikrima, Hasan, Qatada, Suddi, Zayd ibn Aslam, Ata Khurasani ve başkalar bu ayetning hukmi Alloh taolaning ular Yahudilar ve Nasaralarning orasida Alloh sana nazil qilgan Qur'onning ahkomi bo'yicha hukm qilgan. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgan degan oyatlarning nazil bo'lishi bilan amaldan qoldirilgan dedi. Ya'ni Yahudilar adolat yo'lidan chiqib ketgan zolimlar bo'lsa-mu, ularning o'rtasida haq va adolat bilan hukm qilgan. Chunki Alloh haqiqatan odillarning do'stidir. Yahudilarning azg'unliklarini söküş ve ularning Tevrat kitabını maqtash to'g'risida. Alloh taolo ularning buzuq e'tiqodlarini ve biz qo'llarimizdagi kitobga amal qilishga buyurilgan ve kitobning to'g'riligini bilib turibmi, uningga amal qilmay xato yo'llarning xato ekanligini bilib turibmi, manganliklarini ve ergeçkenliklerini tanqid qilib mundaq deydi. Ularning yenida Allohning hukmini öz ichiga olgan Tevrat tursa, ya'ni Tevratdagi hukmlarni ko'rib turib amal qilmay o'tsa, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qandoqcha seni hukm chiqarishga taklif qiladi? Ondan keyin, ya'ni haqiqat oshkor bo'lgandan keyin sening hukmingdan yuz o'riydi. Ana shular Tevrat'ımı, sanımı işenmegichilardir. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Ya'ni pul, mal, mansab va para uchun oyatlarimning hukmini o'zgartib etmanglar. Kimlarki Alloh nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kafirlardir. Bu oyatning ma'nosi haqida ikki xil ko'z qarash bor. Bu haqda Alloh xolisa keyincha to'xtalamiz. Bu ayetlerinin nazil bo'lishidagi boshqa sabablar to'g'risida. İmam Ahmad ibn Abbas'ning radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo kimlarki Alloh nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kafirlardir va ular fosiqlardir degan oyatlarini Yahudilardan bo'lgan ikki guruh haqida nazil qilgan bo'lib, islom kelishdan burun ularning
biri yana birini bo'zaq qilib, kuchli guruhning bir odami ojiz guruhning bir odamini o'ltirib etgan bo'lsa, uning diyeti 50 vasaq ochliq. Ojiz guruhning bir odami kuchli guruhning bir odamini o'ltirib etgan bo'lsa, uning diyeti 100 vasaq bo'ladi deb kelishgan. Taki Payg'ambar alayhisalom Madinaga kelganga qadar shunday qilishib kelgan. Payg'ambar alayhisalom kelgandan keyin har ikki guruh Payg'ambar alayhisalomga bo'ysungan. Payg'ambar alayhisalom ularning bu kelishimlarini e'tirof qilmagan. Payg'ambar alayhisalom Madinaga o'rnashib bo'lgandan keyin ojiz guruhdagi birsi kuchli guruhning bir odamini o'ltirib qo'ygan. Kuchli guruhdagilar bizga 100 vasaq ochliq diyet beringlar deganda, ojiz guruhdagilar bizning dinimiz bir, yurtimiz bir, diyetimiz bir turuqliq, qandoqmi sizlar biz to'laganning yerimini to'laydi ekansizlar? Biz burun sizlarga bo'zak bo'lib qolg'achqa sizlardan qo'rqib shundoq to'lab kelgan edik. Hozir Muhammad keldi. Endi undaq bermaymiz dedi. Shuning bilan ikki guruhning orasida urush portlig'i tas qoldi. Ondan ular Payg'ambar alayhisalomni masalani bir taraf qilishga hukm qildirmoqchi bo'lib kelishdi. Kuchli guruh o'z ichida mundaq deyishdi: Muhammad hergiz bizga ulardan oladigan diyetning 2 hissasini elib bermaydi. Bizning qarshimizdagi guruh rost aytidi. Ular burun bizdan qo'rqqanligi uchun diyetning 2 hissasini to'lab bergan edi. Şunu biz oldu bilen Muhammed'in qishig'i odam avatib, uning rayini bilib baqayli. Eğer bizge 2 hissa diyet to'ltib bersa, uni hukm qildirayli. Nava to'ltib bermasa, uni hukm qildirmayli. Ular şu maslahat bilen Peygamber aleyhisselamның qishig'i bazı munofiqlarni avatdi. Ular Peygamber aleyhisselamның qishig'i kelganda Allah Teala öz peygamberiga kishilarning nima maqsadda kelganligini ve onunla alaqadar işlerini bildirip bu ayetlerini nazil kılgan. Bunu İmam Abu Davud mu muşundaq rivayet kılgan. İmam Abu Davud mu şundaqraq rivayet kılgan. İbn Jarir İbn Abbas'ның mundaq deganligini rivayet kıldı. Maide suresidagi ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Yani ularning orasida hukm chiqarish yoki ulardan yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular sana qilch ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgin. Alloh haqiqatan odillarning do'stidir degan oyat Bani Nazir bilan Bani Qurayza jamoatining o'rtasida öldürülgen adamның diyeti haqida tushgan. Sebebi Bani Nazir cemaati obro'yliq bo'lg'achqa ularning diyeti to'liq to'lanadi. Bani Qurayza cemaati bo'lsa diyetning yerimi to'lanadi. Bani Qurayza cemaatiga bo'lsa diyetning yerimi to'lanadi. Shunga ular Payg'ambar alayhisalomning yeniga kelib Peygamber aleyhisselamның yeniga davolashib bordi. Shuning bilan Alloh taolo yuqorqi oyatni nozil qildi. Peygamber aleyhisselam ularni bu ishda adolatga bo'ysundirib, to'lamni ularning o'tirida tang barobar qildi. Bu voqelikni yana İmam Ahmad, Abu Davud va Nasa'i qatorliqlar İbn Ishoqdan shundaq rivoyat qilgan. Avfi ve Ali İbni Abu Talha İbni Abbas radıyallahu anhumadan bu rivayetlerinin fahişe kılgan 2 Yahudi hakkında nazil kılınganlıkını rivayet kılgan onunla münasebetlik hadisler yukarıda bayan kılındı. Belki bu ayetler bu 2 iş için nazil bolgan bolışı mümkün. Şuna bu ayetlerden kiyinla Allah Teala mundaqtaydı. Ula yani İsrail avladığa Tevrat'a şundaq belgildik ki Tevrat'ta şundaq belgildik ki canğı can
ya'ni nahaq odam o'ltirildi, ko'zga ko'z. Mana bu oyat yuqorqi oyatlarning tushish sababining qisos masalasi uchun tushganligini kuchlantirdi. Kimlarki Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Baro ibn Azib, Hudayfa ibn Yaman, ibn Abbas, Abu Majlaz, Abu Rija Ataridi, Ekrema, Ubaydullah ibn Abdullah, Hasan Basri ve başkalar bu ayet ehli kitap haqida tushgan deydi. Hasan Basri bu ayetlarga amal qilish bizga vojibdir deb qitib qo'ydi. Ibn Jarir İbrahimning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ayetlar İsrail avlod haqida tushgan. Alloh taolo uni Muhammad alayhissalomning ummatiga muvofiq ko'rgan. İbn Jarir bu ayetning ma'nosi haqida İbn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki Alloh taolo nazil qilgan hukmni inkor qilsa, u kofir hisoblanadi. Kimiki uni tasdiqlab, ammo uning bilan hukm qilmasa, u zolim, fosiq hisoblanadi. İbn Jarir Tavusning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbn Abbas Alloh taolaning kimlarki Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir degan oyati haqida so'ralganda, u shu oyatga kufrlik qilganlikdir deb javob bergan. Tavus bu haqda Alloh taolaning bu oyatdagi kufrlik degani Alloh taologa, farishtalarga, kitoblariga va payg'ambarlarga inkor qilgan odamning kufrligining darajasidagi kufrlik emas deydi. İbn Jurayj Ataning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu kufrlik cho'ng kufrlikqa yetmaydigan kufrlik. Zulm cho'ng zulmga yetmaydigan zulm. Fosiqlik cho'ng fosiqlikqa yetmaydigan fosiqlikdir. Tavus yana mundaq deydi. Bu kufrlik islom dinidan chiqarib etadigan darajadagi kufrlik emas. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Maide suresi tefsirinden 44. ayetkiçe anıldığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.